Agar bu muzeyni dunyodagi har qanday qizga yoqadi desam, adashmagan bo'laman. Bu safargi Parijda bo'lgan komandirovkamda o'sha mashhur Dior brendini asoschisi dizayner Christian Dior muzeyiga borishga qaror qildim. Ertalabdan shunaqa chiroyli kiyinib olib yo'lga chiqdim. Yevropada taksi juda ham qimmat bo'lgani sabab asosan jamoat transportidan foydalanishga harakat qilaman. Parijning ko'chalarida piyoda yurib, o'zimni xuddi kinoga tushib qolgandek his qilaman. Muzeyga ham 1,5 soat deganda yetib keldim. Ichiga kirishim bilanoq ichida har xil ko'ylak, tufli, sumka va shlapalarning kichkina maketlari bilan to'ldirilgan shunaqa chiroyli zinapoyadan ko'tarildim. Jami muzeyda 12 ta xona bor ekan. Har biri har xil tematikada qilingan bo'lib, Dior brendining yaratilishi tarixi va mazmuni ko'rsatilgan. Menga eng yoqqan xonalardan biri bu dizaynerning uyidagi shaxsiy ish kabinetining mayda detallarigacha ko'rsatilgani bo'ldi. Boshqa xonalariga esa shunaqa shisha orqali tepadan turib kuzatganimda, o'sha davrdagi moda uyiga rostakamiga tushib qolgandek bo'ldim, to'g'risi. Undan tashqari oq va qora liboslar, aksessuar va atirlar, har bir davrdan zamonaviy vaqtgacha modada bo'lgan liboslar, Malika Diana yoki